Alo. Labbay dadajon. Amaking telefonini chaqiruvdi. Olib borib kela olmaysanmi? Ha, uyda tayyor mashina bor-ku dada. O'shani haydab ketsangiz bo'ladi-ku. Bilasan, mashinani yaxshi hayda olmayman. Biror joyini qirib qo'ymaydingmi? Bo'pti, boraman hozir. Bo'pti, mayli. Menga qara, nima dadanga jahl qilsam-muncha? Bir tarafdan to'g'ri aytadilar. Yoshlari ancha o'tib qoldi. Probkada o'tirishga sabrlari yetmaydi. Uni ustiga mahallamizning ko'chalari anchagina tor. Mashinangni qilib qo'ymaydinglar-da. Xo'p, nima qildingsan? Bitta maslahat bor. Qanaqa maslahat ekan? Endi buni qara. Bu Yadel CL8. Agar shundan olib bersang, amakim uncha qiynalmaydilar. Boshqarish ham anchagina oson. Tor ko'chalardan bemalol o'tadilar. Eng qizig'i, amakim probkada qolmaydilar. Dada! Dada! Hozir bir daqiqa. Ha, bolam, tinchlikmi? Ha, tinchlik dada. Kimniki bu? Qayerdan olding? Bumi? Bu og'aynimniki. Dadasiga olib bergan ekan. Sizga ko'rsatay deb olib keldim. Orqaga ham yurar ekan. Kakrasman bo'lib ekanda. Qaniydi menda ham shunaqasi bo'lsa edi. To'g'risini aytadigan bo'lsam dada, buni sizga oldim. Rahmat bolam. Buzrukvorim siz motabar jonim dadam.